Assalomu alaykum jigarlar. Bugun 24-mart 2025. Ko'pchilik Onyx so'ragan. Onyx mana olib keldi. Xudo xolasa, buni yili 2023 ikkinchi payizsa qo'li qilingan, hamma qarashimga chaqizilgan, qilingan joylar yo'q. Kraskalar top-toza. Ko'rganlaringizdek, mashina ideal holatda, zo'r holatda. Bunda albatta metan gazi bor. Metan gazi bor. Tayyor do'stlar, ko'rganlaringizdek. Olasiz, minasiz, xarajati yo'q. Juda ham zo'r holatda. Bu narxi ham juda ham zo'r. Narxi keladigan bo'lsa, narxi buni 11.100 dollar qilib beramiz do'stlar. Xudo xolasa olgan odam barak topadi. Samiloni mashina toza. Bizda qolgan mashinalar ham bor. Mana ko'rganlaringiz qora Gentra, Nissan, oq trektor, qora trektorlarimiz ham bor. Midnight Star versiyalarida ham hammasi bor. Bizning manzil Samarqand viloyati Payariq tumani, Chelak o'rtasida joylashgan do'stlar. Bemalol pastdan nima telefon qilaverasiz, narxlarni juda zo'r qilib beramiz.